Teatrimiz jamoasi bahamjihatlik bilan yana yangi asar ustida ish boshlashgan. Asarda zamon qahramoni matonatli va irodali o'zbek qizining qiyofasi aks etgan. Yaxshisi bu haqda ijodkorlarning o'zlaridan eshitganimiz ma'qul. Allohim, o'zing madad ber. Albatta oltin medalni olishim kerak. Bu asar hayot zarbalariga bardosh berib, o'z maqsadlarini yuksak cho'qqiga olib chiqqan o'zbek qizi haqida. Meni qo'llab-quvvatlab turgan xalqim, prezidentim va vatanimdan cheksiz minnatdorman va men haqimda spektakl o'shayotganini eshitib juda ham xursand bo'ldim. Bu men uchun juda ham yoqimli. Xudo xohlasa albatta tomosha qilishga boraman. Siz oddiy o'zbek qizining bolaligidan tortib bugunga qadar qismat bo'ronlariga bardosh berib, olimpiya shohsupasiga chiqqunga qadar bosib o'tgan hayot yo'liga guvoh bo'lasiz. Ishonamanki, inson irodasiga tan berasiz. Sen esa undan kuchli ekanligingni isbotlading. Oltin medal sari o'zingga yo'l ochding. Men bu asarda chempion qizimiz bilan xuddi birga yashayotgandayman. Sahna tayyorgarliklari jarayonida chindan ham uni o'z nabiramdek his qilyapman. Men bu asarda chempion qizimizni Shafoat momosi rolini o'ynayapman. Vatanimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'targan sportchimiz Diyora Keldiyorova haqidagi spektakl hurmatli prezidentimizning teatrlar faoliyatini rivojlantirish bilan bog'liq qarorlari ijrosi doirasida Madaniyat va sport vazirligi bilan hamkorlikda sahnalashtirilmoqda. Ushbu sahna asari yoshlarimiz qalbida shijoat uyg'otishiga va ularni yangi g'alabalar sari chorlashiga ishonaman. Aziz tomoshabin, Muqimiy nomidagi O'zbekiston davlat akademik musiqali teatrida taniqli dramaturg Qo'chqor Norqobil asari asosida Toyni kulib qarshi ol spektakli teatr bosh rejissyori Doston Haqberdiyev tomonidan sahnalashtirilmoqda. Tez kunda barchangizni teatrimizda kutib qolamiz.